Aka, men taqatli bo'lamayapman. Singlim, birdan bardoshlik doktorxonaga asli qoldik. Chetidan singlim. Abla, xo'jayindir yana til anglaydigan bo'ldi. Xo'jayin kechiring. Bir mashina ehtiyotsizlikdan mashinamizning keyniga so'qib qo'ydi. Meni kechiring. Qanday xumpar ekan u? Hey! Ko'zing yo'qmi sening, ha? Nim deb qarab mangmaysan? Singling bilan ishim yo'q qara. Bugun bu mashina to'lasang, to'lading. Agar to'lamasang, seni hargiz ketgili qo'ymayman. Tushundingmi? Bo'ladi, men to'lab beray. Biroq singlimni doktorxonaga olib o'tib kelib, ondan keyin to'labmasam qanday? Oy, Feqi, bizni ahmoq chaqlayapsansan. Bizni nima ko'rib qolding? 5 yoshlik bola chaqlab qolgan o'xshamamsan. Bundoq emas qizchaq. Bundoq qilishga haddim o'taymi? Amisa, bizni nima deb qilib chaqlaysan? To'g'ri, bu yerdan ketib qaytib ketsam biz qanday qilamiz? Undoq emas qizchaq. Undoq qilishga haddim. Birodar, bizni ketib qo'yma. Qara, singlimning salomatligi rastlanachar. Bizni qo'ymatgan. Men singlimni doktorxonaga olib borib qaytib olay. Sendan o'tinib qolay. Qara Umar, navoda bu yarma soldagi ish chaqirtib, bu yerdan ketgili qo'yir ekansan, sendan ayrilib ketaman. Qara suyimligi. Men hech qanday qildim. Ola kimdi bizning oldimizda? Ha? Men seni bakli yaxshi ko'raman. Aka, doktorxonaga kelay dedim. Men taqatli bo'lamayapman. Az qoldik singlim. Birdam kedik. Ma'qul. Kechiringlar birodar. Meni ketgili qo'yinglar. Singlimning oldida sizlar bilan ozorlashib qolqim yo'q. Men singlimni doktorxonaga olib borib qo'yib kelay. Bo'lmaydi. Sen ketsang bo'lmaydi. Sen ketsang biz kimni bo'za qilib konimizni xush qilamiz? Shuni deyman. Ketaman deb ham xiyol qilma. Navodi ketaman deb qolsa, bu mashinani to'lib o'tib, ondan keyin ketgan. Uqdingmi? Qara jana, bu so'ltakda bizning mashina to'ligidek pul yo'q. Shu emasmi? Qarmoqqa kiyimni moslashtirib tuzi kiyamaydi ekan. Yo bir kelishgan. Ma'qul, men to'lab beray. Qancha pul to'layman? 20 ming to'laysan. Nima? Nima chiqimmat? Bundoq desanglar, men o'l qilib qo'ysizlar. Qara, sen o'val bo'lib qolmasin dedik. Bo'lmasa mush yerda turayver.
Sen qachon pul to'laganda, undan keyin singlimni doktorxonaga olsang bo'ladi. Ma'qul, men to'lasammi to'lay. Biroq men singlimni doktorxonaga olib qo'yib kelib, ondan keyin to'lasam qandoq? Bo'lmaydi. Men sizlarning sho'piringlar bo'lish suhbatim bilan bu birodarni ma'qul qo'yishinglarni umid qilaman. Qarmoqqa rostla ishonsak bo'g'dek. Uning singlisi rostla og'riqkan. Shopirimizning hurmati bilan seni bu yerdan ketgil qo'yamiz. Ammo yarim soatgacha bu yerga kelib olamsan. Bu chaqda seni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Bildingmi? Seni mush yerda saqlaymiz. Ma'qul, rahmat sizlarga. Yarim soatdan keyin U kelgan o'xshamamdi. Kimning oliy mashinasini orga telib haydab kelgandi u? Qaranglar, u ketdi. Bugun uningdan biz degandek pul oladisak, hammanglarni Ravrus mehmon qilaman. Uningdan boshqa menga jiq sovg'atlarni ib bersan, bo'lmasa sendan ayrilib ketaman-jimi? Xotirjam bo'lg'inchini. Har vaqt seningdan oshqinim mening. Sizlarning ko'zinglarga sat ko'rinadigan odam keldi. Qani, pulni ag'ash kelgansan? Pul kelgili ketgan odam, pul keldi-da albatta. Kechiringlar. Sizlar o'ylagandek bo'lmay qoldi. Men sizlarga pul kelmadim. Qara Soltak, bayam sana dedi. Biz kichik bola emas. Tezdan pul chiqar. Yo'q. Birinchi sen taqib turqum yurish turishimga qarabla. Oddiy qo'lidan hech kelmaydi deb o'ylab qolding, shundaqmi? Men seningdek qizlarni atrofimga yiqqan bo'lsam, oilamdagi qirindishimdan boshqa o'ynab yuradigan qizlarni yuqurib bilgan bo'lsam, men puldor, boyvachcha sanalaptim, shundaqmi? Nomus qil, nomus. Qizlarni atrofingga yiqibsa, balkim dadangning pullarini xajlayotgansan. Pul tepibsan, ammo odam bo'lolmabsan. Hey, bana bu gaplarni qilib nemish qilasan? Men sana desam, hammaylanga nisbatan odamga qarab muomala qilaman. Agar oldimda bir odam bo'lgan bo'lsa, odamga qarab odamdek muomala qilgan bo'lardim. Bana buni demasangmi bo'ladi? Nemishqa bunday gaplarni bizga deb bersiz? Chidimasangiz sizmi umrdek yashang? Ammo men hozir oldimda bir ishni ko'ryapman. Ochko'z, shaxsiyatchi, nachar birini ko'ryapman. Sen meni puli yo'q, hech nimasi yo'q deb atading. Vaqtni keyniga surib mang'ini qo'ymading. Hammaga mayli dedi. Ammo ota-onam menga omonat qo'ygan singlimni vaqtida doktorxonaga opag'ini qo'ymaganliging uchun seni men hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Hey, nima gap qilasan? Men bayab, singlimning oldida yomon ta'sir bo'lib qolmasin deb sana yalvurdim. O'zimning nom obro'yini chatga qayirib qo'yib, o'zimni eng past o'ringa qo'ydim. Meni nima desang bo'ladi. Ammo ota-onam qarindoshlarimga qilgan haqoratingni men hargiz kechirmayman. Bayli. Hey Soltak, meni bo'shchaqlab qolma. Qishingdagilarning hammasi mening do'stlarim. Qani chiqinglar. Mazmunimizning davomiga qiziqsangiz, bizni qo'shib elib, davomini kutib turing.